qaraylik, shirinligini qizlar. Xullas, shirinligini hisob turamiz. Sizlarga sotib beraman. Lovium brendini. Voy. Xudo, Lovium brendini. Voy. Lovium xullas, короче, hamma narsasini obzorini qilib beraman. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Birinchi mini nabordan bizda eng ko'p sotilgan bu narsa. Buning ichida kremi bo'ladi, gel penkasi, toneri, SPF bo'ladi. Mini nabor ishlatib ko'ringlar, yo'qsa keyin kattasidan olasizlar. Bu mana ko'rinishda 100% original Lovium brendi, koreyskiy brend, Koreya brendi qizlar. Lekin rosa zo'r, quruq yog'li yuziga ham yuzida yaltiratib tunuv qilishga yoshi zo'r. Imam yo'da buni alohida boshqa yashil liniyasi bor. Mana bu seryumi, bu sivrotkasining ichida TH bor, 2%, 16% niacinamid va vitamin C bor. Xuddi shunaqa tarkibli kremi bor qizlar. Buni nabor qilib ishlatsanglar, yog'li yuziga ugrilardan qo'ygan dog'lar, ugrilar o'zini ham katta ugrilanib, katta po'ralar, yuzi xiralashishlari, komidorlarga, xullas, yog'li yuzda po'ralar ham boshqa muammolar bo'ladi-ku, o'shanga вообще zo'r ishlaydi bu nabor qizlar. Dog'larga ham zo'r ishlaydi, chunki uni niacinamid prям 16%, vitamin C bor, TH ham bor deydi. Tarkibida juda ham kuchli, zo'r komidorlarga ham zo'r ishlaydi. Agar sizlarning yuzingiz quruq bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda toneri bor, 300 mg og'irgina. Toneri bilan birga olinglar, mana bu yashilidan qizlar. Quruq bo'lsa yuzingiz, agar yog'li bo'lsa, shu ikkalasini o'zi yetadi. Вообще прям zo'r ishlaydi mana bu nabor. Ugri dog'liga haqiqatan zo'r. Quritib tushirib beradi katta ugrilarni. Bu yerda Lovium brendini boshqa nima deydi, quruq yuzlarga ham tushadigan namlantiruvchi nabori. Bu yerda kollagen kremi ajinlarga zo'r ishlab beradi, namlantirib beradi, yuzingizni tiniqlashtirib beradi, yoshartirib beradi. Bu krema SPF 24 soat himoya qiladi, gyaluronkasi bor. Tarkibida ta'sirchan quruq yog'li hamma yuzga bemalol tushib bera oladi. Bundan tashqari uncha brendda SPF da 24 soat himoya ko'rmaysizlar qizlar. Hech qaysi brend 24 soat himoya qilib bermaydi. Bunaqa brend hali ko'rmaganman, faqat Loviumda ko'rganman. Grammi 50 mg da bo'ladi, SPF 50 himoyasi, lekin juda ham zo'r himoya qiladi. Va bu yerda seryumi, bu sivrotkasining ichida mayda zarrachalar bo'ladi. Davайте sizlarga ochib ko'rsataman qizlar. Bu zarrachalar yuzingizni davolashga ishlaydi, yoshartiradi, ajinlarga qarshi ishlaydi, namlantirib beradi, yaltiratib beradi. Mana bunaqa ko'rasizlar, zarrachasi bor. Hali hech qayerda ochib ko'rsatmaganman buni qizlar va tarkibida peptidlari bor. Baryer tiklashga ham juda ham zo'r ishlaydi qizlar. Va bu dip seryumda mana shunaqa quyuq bo'ladi, suyuq bo'ladi. Вообще dahshat prям. Kimga kerak bo'lsa yozdirasizlar. Va xuddi shu brendda yuz uchun maskasi bor. Mana bunaqa shotkasi bilan birga beriladi. O'zini Loviumda yozilgan. Bu buni o'quvdigan oxirida kechqurun surasizlar. Bir haftada 2 marta, 3 marta sursanglar yetadi. Surib yotib, ertalab qarasanglar plyonkaga aylanib qolgan bo'ladi. Plyonkasini olib tashlaysizlar. Bu ham ajinlarga, yuzni tortishga, lifting effekt berishga, yoshartirishga, tunuv qilib yaltiratishga mana maskasi вообще zo'r ishlaydi qizlar. Bu yerda gel penkasi quruq ta'sirchan yuzlarga ham tushib beradi. Tarkibida gyaluronka bor, bambuk ekstrakti bor qizlar. Va bu yerda toneri 300 mg da bo'ladi. Rosa zo'r. Mana seryum o'zi bilan olsanglar ham quruq yuzlarga вообще zo'r. Bu yerda o'sha mashhur kushoni. Bu kushon shunaqa yuzga silliq bo'lib yotadi qizlar. Shunaqa silliq bo'lib yotadi. Prям dahshat. Tunuv qilib yaltiratib glow effekt beradi. Kushoni ham bor deb bu brendda. Xullas shulardan bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Hammasini rejimizda bor. Zakaz berish uchun antitanaga nomer qoldiramiz. Telegramdan yozib bemalol zakaz beraverasizlar.